Odilxon Qori nomi bilan tanilgan sobiq imom Odilxon Ismoilov qator iqtisodiy jinoyatlarni sodir qilishda gumonlanib, qamoqqa olingani ma'lum bo'ldi. Kun.uz manbasiga ko'ra, joriy yilning 21-yanvar kuni jinoyat ishlari bo'yicha Namangan viloyati Pop tuman sudida qator iqtisodiy jinoyatlar sodir qilishda gumonlangan 6 nafar kishiga nisbatan jinoyat ishi ko'rib chiqilgan. Ushbu ishda gumonlanuvchilar qatorida Odilxon Ismoilov ham bor. Tergov organi unga nisbatan Jinoyat kodeksining 8 ta moddasi, xususan o'zlashtirish yoki rastrata yo'li bilan talon-taroj qilish, soxta tadbirkorlik bo'yicha ayblovlar qo'yilgan. Oliy sud matbuot xizmatiga ko'ra, ushbu ish doirasida 5 nafar sudlanuvchiga, jumladan Odilxon Ismoilovga ham qamoq ehtiyot chorasi, bir kishiga nisbatan esa garov ehtiyot chorasi qo'llangan. Idora ma'lumotiga ko'ra, 49 yoshli Odilxon Qori Rayhon oilaviy milliy taomlari ta'sischisi hisoblanadi. U 1999-2000 yillarda Shayxontohur tumanidagi Shayx Zayniddin jome masjidida imom noibi vazifasida ishlagan. 2010-yildan Toshkent shahar bosh imom xatibi o'rinbosari bo'lgan. 2011-yildan 2018-yilning yozigacha Shayxontohur tumani bosh imom xatibi va Shayx Zayniddin jome masjidi imom xatibi bo'lib faoliyat yuritgan.